Rahmat, mana davramizda chiroyli raqslarning guvohi bo'ldik. Hurmatli qudalarimizga kattakon rahmat. Ilohim mana shunday kelin-kuyovning baxtiga yaxshi niyatli tilaklar davramizda shu xiyollar barchamizga ham xonadonimizda mana shunday chiroyli o'taversin. Keling azizlar, bugungi to'yimizni ko'rki to'rimizdan joy olgan mana Faxriddinjon o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoldi. Bizda ishi ham yo'q. Ana kelin bilan qarang. Ana qarang, ana. O'zi chiroyli yigit, xursand, uylandim deb xursand. Uylanyapti-da endi. Malades Faxriddinjon. Uylanib yaxshi qilyapti, mana qarang. Endi bu yoqqa kesakka kirding-da. Kasakka kirding dedi, bir yo'llar bilan gaplashib qolsang, kasakka kirib ketibsan dedi. Bu endi dollar bilan kasakka kirgani yo'q. Qarz bo'lib kirgani yo'q. Bu kelinga qo'liga tushdi endi. Bu yoqqa endi tamam. Endi bu yoqqa ko'chaga chiqib, beshni diviziyoni yo'q endi. Shahida xonim hozircha boshini egib o'tiribdi. Endi xudo xolasa zapchastlar paydo bo'lgandan keyin sekin chiqadi, dadasi. Faxriddinjon ham mana qarab tursak, juda o'zi yaxshi yigit. Endi bo'ydoq bo'lganda sal sho'xroq edi. Mana uylangandan keyin ancha Rayhon xolaman kelib so'rasam, bo'ydoq bo'lib yurganda ancha sho'x edi, holda bosilib qoldi dedi. Shahidaxon endi o'z bilasizlar, uncha-muncha haligi yigitning guli mana shunday to'rdan joy olgan. Faxriddinjon qalay endi? So'ramaysizmi bir og'iz uylanish qanaqaligini? Mana biz ham uylanib savatni aytib qo'yadi, kirasiz shu paytda. Kirmay ko'ring. Devordan osham tushmaysiz, hozir qo'shnilar ham tushirmaydi. O'g'ri kelibdi deb shaq ushlab oladi. Mana Faxriddinjon malades uylanishda zo'r qilyapti-yu. Qarab tursak, Faxriddinjonning do'stlarini qarang. Bu kelin-kuyovga hayron qolasan. O'zi ikkalasi mana Faxriddin uylanyapti-yu, Shahidaxon mana uzanyapti shu xonadonga. Bular telefonaytil bilan yuradi, xuddi prezidentga o'xshaydi. Qarang mana bu yoqda mana Dilfuzaxon mana qo'rqlab o'tiribdi Faxriddinni. Ishmang, yo'q, onamiz ichmang. Men sizni qo'lni ko'tarib yura olmayman, ishmang dedim. Agar kuyov zdoroviy bo'lsa, Dilfuzaxon o'zingiz bilasiz. Mana hali sal Faxriddin hali uncha-muncha hali o'sadi, xudo xolasa. Mana Shahidaxonni qarasak, mana yigit to'ri ham mana hozir bemalol o'tiribdi, mana shunday o'tiribdi. Kelini bemalol ko'tarib olib kirib ketaman deb o'tiribdi telefon. Buni kamlik qilgandek Iqon qishlog'ida 12 ta yangi bo'ladi. Hali ham 12 ta emas, Iqondan uylanganingizda 12 ta yangi oldir daddalangizni chiqarib qo'yardi. Endi qarab tursak, hozir bizda 2 ta yangi bor o'zi. Shunisiga ham shukr, ular endi prezidentga haligi mana qarab yuradi mana shunday. Bizda qarab yuradi. Shunday qarab yuradi. Xuddi ana telefonlar yurgandek qarab yuradi.
Mana endi hozir davramizdan joy olgan kelin-kuyovni hurmatiga mana shu xonadonni to'ridan joy olgan kollektiv ahli o'zlarining yaxshi niyatlari bilan kelgan. Larimiz, opalarimiz, keling azizlar, mana shu bugungi xonadonni to'ridan chiroyli kelin-kuyovga hurmat bilan tashrif buyurgan Fazlurahmon akamizni kollektiv jamoasi akalar nomidan qolaversa, mana shunday kollektiv nomidan Abdurasul akamizni bu yerga bir nechta kollektiv kelgan, bizlar navbatma-navbat berib o'tamiz. Kelgan insonlardan mana hozir 200 tasi gapirdi, yana 220 tasi gapirish kerak. Shuning uchun mana Abdurasul aka, yaxshi niyat tilak sizdan bo'lsa, mana Muhiddinjon ham yaxshi niyatlar bilan mana shu o'zining kollektivini tashrif buyurgan. Aminjon akamiz shu davramizning aziz mehmoni. Bizlar mana shu yerda turgan kelin-kuyovning hurmatiga shetda akaxonlarimiz bor, mana jyurilar bor. Ikkita kollektivni o'rtaga qo'yamiz. Ikkita kollektiv qiz yo'q. Ikkita kollektivda ham qiz yo'q. Lekin agar iloji bo'lsa qizlar chiqinglar. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar. Mana bugun ukamiz Faxriddin bilan kelinimiz Shahidaxonning nikoh kechasiga kelib o'tirgan ekanmiz. Shuni aytmoqchimanki, mana shu yerga kelgan aziz mehmonlar hammasi o'shunday katta to'ylar ko'rsin. Ikkita yoshga umr, baxt, saodat, turmushlarda yaxshi niyatlar va keyingi hayotlari ham o'shunday shirin hayotda bo'lsin. Hamma vaqt ikki ota-onaga bir-biriga hurmatda bo'lsin. To'y ko'rmaganlar to'y ko'rsin. Bundan oldin aytganlar hammasiga men qo'shilaman. Shuning uchun mana endi bizning bir doday. O dodayınız bilsin. Acaba atım var. Mana kollektiv nomidan mana ukamizga bir yaxshi hisobingizdan bir tashin gapirib turadi endi. Rahmat. Rahmat, masang bo'lsin. Fazlurahmonjon, endi do'la degani ham bor, bir baxt bo'lsa kerak. Negaki? Oyingiz kichkina paytingizda do'mbaloq bo'lib yurgansiz, o'ynab kulib yurgansiz. Hozir sizni bolangiz ham xuddi o'zingizga o'xshagan. Mana keling, ana shunday akaxonimiz Aminjon akamizning yaxshi niyatlari, Yo'ldosh akamizning yaxshi niyatlari mana shu xonadonni to'ridan joy olgan kelin-kuyovga baxt saodat tilab qoling, marhamat. Ha, Muhiddin. Biz ham o'sha ko'pchilik niyatiga qo'shilamiz. O'sha yerda hamma vaqt to'y bo'lsin. Ikkashqa vaqt tilaymiz. Xudo xolasa endi o'sha vaqtda chaqaloq to'yiga keldikda. Hammaga yaxshi. Yoshlar taqib bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar. Mana yerda hammasi Nexia mingizadiganlar, Ikoros mingizadiganlar barcha qoldi. Bizlar mana shu Turkiston Toshkent yigitlar nomidan Muhiddin kash Mana Muhiddinni men kecha yaqinda bilganman. Bu Muhiddin jiyan o'zimizning ixona. Endi ixona bana şeydi. O'g'il tursa qanday bo'ladi? Qanchasi kerak? O ko'p. Unda davlat yo'q, keladi g'ottani. İxonaning bari katta bir atajan ekan akkamapti-da. Mana Xudoga shukr. Xudo umr bersin. Mana shu joylarda, mana shu turgan yerimizda bizlar katta bir xizmatlarni qildik. Mana shu yerda farzandlarim to'ylarda bo'ldik. Bu yer bizga yot yer emas. Mana Muhiddinjon bularning og'am uylari bizlar uchun eng bir yaqin bir nima deydi, masofa deydimi, yaqin bir uy. Esin xonadon, shunday bir esin chiqmaydigan nazarda. Deymiz, mana Muhiddin, mana shu ukamiz qayerda bo'lishi qat'iy nazar mana shu kelinimiz bilan vaqti saodati bo'lsin, yaxshi yashasin, tanlari sog' bo'lsin, hech vaqtda bir-biriga achchiq alam qilmasin, tanlari sog' bo'lsin. Yoshliklarda mana shu og'a-inilari, mana Muhiddin, yani Dodi deydimi, Modi deydimi,
Shular xizmat qilsin. Haydarahmon. Haydarahmon. Yaxshilarda xizmat qilaylik. Mana yigitlar, endi mayaqtanglar aytyapti, omin qiling deyapti. Xudo qazaqada omin qilamiz. Yana bir soatdan keyin omin qilamiz. So'zni eshitib tursinlar bo'ldi. Bir narsa aytmoqchiman. Mana Haydarahmon, Muhiddin, bular hammasi mana shu ko'pchilikning xizmatini ato qilib, ko'pchilikning ishida yurgan yigitlar. Ko'pchilikning xizmatida yurgan yigitlar. Deymiz, mana shuning bularning qo'llarining hammasi ko'pchilik qo'ligul yigitlar. Diligul yigitlar. Arg'umoq ostingdadir. Tog'larni kez, bog'larni kez. Arg'umoq ostingdadir. Tog'larni kez, bog'larni kez. Nogahon uni arg'umoq ostingda bo'lsa bo'lmag'ay. Sözlerim mulça şirindir. Yar bolsa bulmagay. Sözlerim mulça şirindir. Yar bolsa bulmagay. Nagahan arg'umoq ostida bo'lsa bo'lmagay. Nagahan ol arg'umoq ostida tursa turmag'ay. Arg'umoq har vaqt ostida tursin. Rahmat. Yo'ldosh aka. Yo'lda qolib ketdi arg'umoq ostida. Aynan aka berdingizlar. Endi Azlar haqiqatan ham hozir shunday ba'zi akalarimiz shunday pulni berayotganda bunday qiladidagi qaytdan oladi. Dollar bir ko'tarib bir tushyapti-da. Bunday qiladi undan. Mayli, olib kelib qo'ydim, berib qo'y deydi. O'tgan to'yda qarab tursak, akaxonamiz, opamiz bittakilarni olib chiqdi. Bitta akamiz qo'lda dollar olib chiqqan ekan, kakrash kuning dollar ko'tarib ketdi. 25 ga. Uka, meni yozib qo'y, 25 kunlik olganman deb yozib qo'y deyapti. Yozyapti, bu yoqda yozyapti. 25 ni olgan deb yozib qo'y deyapti. Bugun 12 ga tushib ketdi dollar deyapti. Endi azlar mayli, nima ko'tarilsa ko'tarilsin. Obro', e'tibor, mehr oqibat yo'qolmasin insondan. Har bir insonni mehr oqibatli tufayli mana shunday yaxshi kunga yetishgan ekanmiz. Keling azlar, shu kollektiv ahli ikkala kollektivni davraga taklif qilar ekanmiz. Davramizni to'rdan joy olgani keling hurmatiga. Fazlrahmon aka, qani Muhiddinjon, ikkita kollektivni davraga chaqirib, chiroyli qo'shiq kuylari. Qani Furqatjon Isayev shetda bo'lsa, san'atkorlar juda ko'p bu xonadonga kelgan. Navbatdan-navbat berib o'tamiz. Ana shu navbatlarni o'zlari bilib, mana shu kelib, yaxshi chiroyli qo'shiq kuylarni barchalari qani marhamat Furqatjon chiroyli qo'shiq kuylarni kollektivga e'tiboriga sazovor bo'lgan yigitlar Turkistonning mana shunday gul yigitlari. Qolaversa xalqimizga, elimizga qanoqli bo'lgan yaxshi choli niyatlari bilan davramizda to'rdan joy olgan kelin-kuyovning hurmatiga, ukalari-yu mana shu xonadonga kelin bo'lmish Shahida xonimning hurmatiga joy niyatlari. Murodjon, Shuhratjon, Mahmudjonlar, Furqatjon esa qo'shini bilan. Qani Murodjon, Shuhratjon, Mahmudjonlar kelinglar davraga. Mana shu kollektiv jamoalar bilan birgalikda o'z niyatlaringiz, tilaklaringizni, yo'l bo'lishlaringizni sizlardan so'rab qolamiz. Furqatjon o'zining qo'shiqlaridan tayyorgarlik ko'rib tursa, marhamat. Davramizga Murodjon, Shuhratjon, Mahmudjonlar kelishlarini taklif qilamiz. Ana shu niyatlari barchaga kelin-kuyga havola etamiz.
отдельно söz verseniz bo'lardi. Ularda yoz bizda mashina yo'q. Ular mashinaya deganda o'ynaydi. Managa chiqib biz bas tashlaymiz. Söz berganingiz uchun rahmat. Faxriddin. Shahida. Mana katta bo'lsa uylanyapsan. Ağalarım yolunu qo'yay. Ekon baxtli bo'l. Boshqa do'stlarimni ham chin qalbimdan tabriklayman. Rahmat Shuhratjon ilohim, siz ham mana shunday yaxshi niyatlari mana akalarni yo'llardan kelsa yomon bo'lmaydi. Faxriddinjon noma'lum Murodjonga bersak rahmat. Qatnashchilar. Ukam Faxriddin keldi. Men sizlarga uzoq umr, baxt, saodat, Zafarlarni o'tkazib beradi. oldilaridan neki niyat qilgan bo'lsinlar, niyatlarini yetishlarini tilakdoshman. Shuning uchun oldilaridan xalaqlarni afv qilsin. Mahmudjon yaxshi niyatlarsiz ham yo'lda bo'lsangiz. Assalomu alaykum qatnashchilari. Faxriddin Shahida. Rekordni uzoq umr, baxt, saodat, niyatlarini yetaranlar, qo'sha qaraman. Lekin Rahmat Mahmudjon sizlarga sog'lik bo'lsin. Mana yigitlar o'z to'yalarini, o'z hurmatlarini onaxonimiz onaxonimizga qo'shilib yo'llagan ekan. Qani marhamat, kollektiv. Ikkita kollektivni davraga qilib Qadrafon akamiz, Zamohiddin kollektivi. Qani marhamat.
Qaraysan, nimalarni o'ylaysan?
Gözlerini yaşırma, gülleri bozun, kim anzurları gözüm. Artık yüreğini insan sevince, elleri kapalı olsun, gözleri yanar, yüzleri yanar. Kamadırdan güzelsen, bileceksen gözleri yanar, yüzleri yanar. Kamadırdan güzelsen, bileceksen gözleri kapatmasın, gözlerin yanar, gözlerin yanar. Yıkılmadan güzelsen, bileceksin gözlerin yanar, gözlerin yanar. Yıkılmadan güzelsen, geleceksen kız yine. Uyardılar kızlar alıştı gelen. Bakır köken şizlan ağlayay aklı gel. İnansan anladın kalmadı güzel kızım. Anladın çok inamayı güzel sevdiler. Renaissance, Renaissance, Renaissance.
Endi bu Amerika degan qo'shiq ham chiqdi, bu zarubejni qo'shiqlari chiqyapti. Bu yoshlarimizga xafa bo'lmasak ham bo'ladi. Hozir 60 ga kelgan onaxonlarimiz ham chiqib yamoqoga o'ynayapti. Ha, bitta. Boshqa qilib o'ynayapti hozir. Endi hozir o'ynaydigan zamon bo'lib qoldi. Endi yoshlarga qarab turib terib ketaverasiz. Yosh bo'lgis keladi, qarag'ingiz kelmaydi. Shuning uchun mana shu Amerika degan qo'shiqlarga mayli qancha tanqid qilsak ham boru, baribir o'z vaqt soati kelmasa, bizlar aytganimiz bilan hech amalga oshmaydi u narsa. Lekin mana shu qo'shiqlarimiz bilan qizlarimiz ketyapti laylakka o'xshab uchib. Amerika desa mana shunaqasiga ketadi. Bolalar ketadi mana bunaqasiga yerga qadalib. Qoziqqa o'xshab. Endi mayliki, endi kattalar aytmay qo'ya qolaylik. Endi mana ikkita kollektivda chaqirgan edik, davraga 3-kollektiv paydo bo'ldi. Bu kollektivga hamma vaqt ruxsat beramiz. Bu Faxriddinning kollektivi. Ularga hamma vaqt ochiq, davramiz ochiq. Endi navbatni qo'shinlarga bersak ham mana Faxriddinning kollektiviga ruxsat beramiz, o'yinga tushiradi. Endi azizlar, mana xonadoni egalari bugungi qutlug' muborak to'ylarda o'zlarining yaxshi niyatlari bilan, yaxshi tilaklar bilan, hurmat bilan mehmonlari tashrif qilgan. Mana bu yog'imizda qudalar o'tirgan bo'lsa, mana o'ng tarafimizda yana qudalar bor. Onaxonlarimiz bor, yaxshi niyatli akaxonlarimiz bor. Mana Iqon qishlog'idan kelgan Diloramxon xolamiz, shu davramizning aziz mehmoni. Matlubaxon kennayimiz, Gulmiraxon kennayalarimizni davraga bir bora kelishlarini iltimos qilardik. Ana shunday yaxshi niyat va tilaklar bilan yeznalar nomidan Yasha yeznasi ham xorini ayta olmay xizmatda yuribdim. Ana shunday chiroyli niyatlarga taklif qilingan ana shu kennayalar, xolalar davraga yeznalarni taklif qilib, chiroyli niyatlar sizlardan bo'lsa. Mana Oyto'tlar nomidan Kloraxon Oyto'tlari mana o'zimizning Iqon qishlog'iga o'zlarini og'asi kelinchak bo'lib xizmatda yurgan Oyto'tlar nomidan Diloramxon Oyto'sini ham davraga taklif qilamiz. Qani ana shu insonlarni yaxshi niyat va tilaklar har bir insonni bag'ridan, ko'nglidan, chiroyli dilidan so'z yo'llanadi. Qani marhamat Diloramxon xolamizni chiroyli niyatlari barchamizga manzil bo'lsa marhamat. Assalomu alaykum, bahor chechaklar uchun yig'ilib o'tirgan qavm qarindoshlar. Rayhon do'du to'yingiz qutlug' bo'lsin. Xudolar to'yga oshxonalaring qutlug' bo'lsin. Qadamlaring qutlug' bo'lsin. Kelin-kuyov baxtli bo'lsin. İnsanın ömrü juda nozik, o'tkinchi. Shuning uchun shu o'tkinchi hayotda shunda ikkin yashamayki, hech tarixda qaradigan hayot o'sibgan. Erini siylagan elini siylaydi deydi. Erini siylasan, Rayhon o'zingni siylasan, mana shu o'tirgan qay yurtning hammasini topasda sen yurasan. Anani hamma siylay bilmaydi. Adi ulug' ana olgan bilan ananing hurmatini o'rniga qo'ya berish kelinlar uchun juda og'ir. Biroq sen o'rniga qo'ya bil, insonlar havosiz ikkin hayotini e'tiborlari uchun rahmat. Bitta qarsak bo'lsin azizlarim. Mana haqiqatan ham onaxonimiz to'qinlanib gapirdi. Bu Iqon qishlog'i xuddi Shveysariyaga o'xshaydi. O'zi kichkina bo'lgan bilan, lekin juda katta obro'z e'tiborga ega. Qayerga boraman, qayerda bo'lmang, bittasi armiyada bo'lganman, Moskvada bo'lganman, Leningradda bo'lganman desa, bizni Iqon qishlog'i va Turkiston shahridan bittasi aytib o'tirgan ekan. Men Iqonda bo'lganman, To'rtko'lda bo'lganman deb. O'shanga o'xshab Iqon ham o'ziga yarasha obro' e'tiborga sazovor. Mana qani marhamatli Matlubaxon kennayalari, Yasha yeznasi ham Iqondan kelgan. Qani? Bormi shu yerda xizmatda yuribdi. Kelsin davraga. Mana bugun Rayhon opaning xonadonida katta bazm, katta tantana, kichkina farzandli Faxriddin umr yo'ldosh Saxidaxonlar hamisha baxtli bo'lsin. Faxriddin sen aytading, o'zing og'alarida do'daydi. Shular yaxshi yigit bo'lib o'sdi, yaxshi bir oilaning boshchisi bo'lasan. Xudo xolasa, yaxshi kelin bo'lsin, sen yaxshi kuyov bo'lib yashayver. Rahmat. Rahmat. Endi navbatni san'atkorlarga berar ekanmiz. Mana shu Iqon qishlog'idan, shahrimizdan barcha san'atkorlar kelgan. Mana bugun Iqon qishlog'idan o'zlarining chiroyli xush ovozlari bilan Furqatjon Jalolov ham o'z eliga sazovor, o'z xalqiga sazovor. Taniydiganlar yaxshi niyat va tilaklari. Keling qo'shiq navbatini Furqatjon Jalolovga bersak-ku, Iqon qishlog'idan tashrif bergan qani xolamiz, Diloram xolamiz o'zi yerlarni boshlab beradi.
Raqs navbati sizlardan. Keling, qo'shiq navbati Firqojon sizdan bo'lsin. Chiroyli yaxshi niyat sizdan bo'lsin. Aşk
Yüzüne